Barchalarga salom jigarlarim. Bugungi videomizda bitta obunachimiz Free Fire o'ynang deb yozgan ekan. Biz o'ynab ko'ramiz. Hozir oldim. Start deyapti. Xo'sh. Men bu game menimcha PUBG'dagi mana bu game bilan bir xil bo'lsa kerak. Hamma beradigan. Davay bosib ko'ramiz. Bosamiz. Xo'sh. Mana kirib oldi. Bu menimcha PUBG'dagi boshlanishida bu boshqacharoq edi, lekin bunda samolyotda tirilar ekanmiz boshini boshlab. Men bolalar PUBG'dan ketdim, shuni aytib o'taman shu videoda. Короче, sizlarga bitta chotka video chiqadi 60 obunachidan keyin yoki 50 obunachidan keyin ko'raverasizlar. Bitta podarka bor sizlarga. Mana shu o'rtaga tushamiz. Mana shu o'rtaga tushsak zonani berish kerak menimcha. Xo'sh. Parashutdan tushishlari ham вообще boshqacha. Parashutdan tushamiz hozir. Odam normalniy tushayotgan. Menimcha taxminan bir 5 ga yaqin odam bor. Narsa o'rgataverib borib. Xo'sh, bu yerda odamlar bor ekan. Mana shu odam bo'lish kerak. Mana shu odam bor. Xo'sh, bitta kill, o'sha birinchi killim ana taraflarda bitta odam tushyapti. Gun upgradable now. Tap to enhance its power. Triple kill. Dominating. Men bu yerda nastroyka to'g'rilamoqchi edim, lekin odamlar menga qarab o'tayotganini ko'rib eshitib qoldim. Sразу orqaga qaytdim. Iyotdan men buni ko'rishingiz mumkin. Nastroykani biroz to'g'rilab oldim. Xo'sh, yana videoga o'tamiz. Men ketdik, otgan joylarimni ko'rsataman. Now. Tap to enhance its power. Nima otib turganman? Use the glue now. Qo'ydi. Lekin 117 nima kallasiga tekkandi. O'ynay qoldi. Keyin sotdan men video bo'ldi tugatdi o'ylagan, lekin qaytib tushdim va videoni qaytarib qo'ydim. Sizlarga hozir oxirida birga qo'ygan vaziyatimni ko'rsataman. Videoni ko'ramiz. Don't forget to use your skill. Chunki nima deydi, ukam kelib qo'ygandi, shuning uchun o'ynolmay qo'ygandim. Men videoni ko'rsataman, davay. Bu yerda ikkita odam otishib turgandi. Men bu yerdan bitta Killing spree. ikkinchi odamni qidirish uchun ashta odam otib turganini ko'rib qo'ygandim. O'sha yoqqa borib ko'rdim. Mana o'sha meni ahvolimni ko'rgandim. Odam kelyapti, lekin men odam keldi, botmikan dedim. Вообще botga o'xshardi. Men o'zimga kalqon qo'yib oldim, chunki mana shu ukam kelib qoldi. Bu bot emas ekan, u botmi bilmayman. Shunda granata otdim, men esa telefonimdan shu payt qotdi biroz, shu bilan. Bolalar keyingi videolarda nima o'yin o'ynashni xohlaysizlar, shuni kommentariyaga yozib ketinglar. Eng ko'p komment qaysi o'yinga bo'lsa, shuni o'ynab chiqaraman. Ko'rishguncha xayr.